Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, hammalaringni qadamlaringga hasanlo. Mana butun musulmon davlatlarda bugun mana shu Ramazon hayitini nishonlayapmiz. Mana shu qatorida bizning qishloq ham mana Dash mahalla, mana shu Pasyolka mahalla hammamiz mana shu marakaga qatnashyapmiz. Mana biz yoshligimizda shunaqa udumlar bor edi. Mana shuni saqlab kelyapmiz. Boshqa qishloqlarda bo'lmasa ham mana shu bizning qishloq shuni davom ettirib kelyapmiz. Mana shu bizdan keyingi kelajak avlodlarga ham mana shu maktab. Mana shu Allohning yo'lida mana shu bir oy Ramazon 11 oyda podshosi bir oy Ramazon ekan. Mana shu bir oy Ramazonda tutgan ro'zalarda, qilgan xayriy ehsonlarda mukofotini Allohning o'zi beradi ekan. Ana shu uchun mana kimiki Allohning yo'lida xayriy ehson qilgan bo'lsalar mana domla aytib o'tdilar. Mana Rossiyada turib mana bir necha yildan beri mana shu Adhamjon ham shu nonni, qandni, qurs mevalarni shu o'shda turib xayr qilyapti iloyim. Jami safardagilarni qatorida amirlarimiz Alloh safarni bexatar qilsin iloyim. Mana shu ko'pni duosi ko'l deydi. Mana shu jamoat duo qilamiz. Mana shu qishlog'imizdan avvalin oxiri o'tgan ota-avlodlarni, ona-avlodlarni mana shu Qunduzbonda, Bo'ribo'ston bog'ida yotgan jami kalmago'y bandai musulmonlarni ham mana shu muborak kunlarda ruhlarini shod, oxiratlarini obod qilsin iloyim. Iloyim mana Navro'z bayrami mana shu qo'shaloq bayram bo'ldi. Obir-ravonlarga, dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin iloyim. Iloyim mana shu bugungi bayramda mana bu bayram hammamizni bayramimiz mana shu o'zlaringni mablag'laringdan bo'lgan narsa mana shu qishlog'imizda imomi mana domkom mana shu namozxonlar harakat qilib mana shu povurlar, bog'chilar mana shu kimiki Allohning yo'lida xizmat qilyapti. Mana shular ham iloyim kam bo'lmasin iloyim. Kim uyida bo'lmagan bo'lsa mana bir nechta mahallalarga yurmadi dedi. Mana dillaringda bo'lsa mana shu Mansurjonga o'sha berayotgan narzlaringni berib ketaverasizlar. Endi mana qishlog'imizda obodonchilikka mana qabristonlarga, yo'llarga xayriy ehson qildi mana. Tolibjon bobomiz mana shu ahillarni asfalt qilgan iloyim dardlariga Alloh shifo bersin. Jami dardmanlarni dardiga Alloh shifo bersin. Duo qilamiz iloyim. Armiyaga ketgan yigitlar sog' bo'lgan bo'lsa salomat kelsin. Farzand talablarga farzand bergan, davlat talablarga davlat bersin Parvardigor. Iloyim qishlog'imizda ahilchiligi bundan ham mustahkam bo'lsin. Mana shu qishlog'imizda obodonchilikka xizmat qilgan yigitlar ham hammasi kam bo'lmasin iloyim. Biriga mingga tumanni bersin Allohim. Allohim mana shu muborak kunlarda kimiki ota-onasini haqqiga mana bir oy Ramazonda dasturxon yozib duo oldi. Mana amma aytadiki orqamizda qolsin, chiroqchi bo'lsin deydi. Ota-onalar bizdan hech nima talab qilmaydi, faqat tilovati Qur'on bilan oziqlanadi. Ana shu uchun kimiki shu ishni ijro qilgan bo'lsa, mana farzandlari ko'radi, nevaralari ko'radi, o'sha namozlar makonida qurib qolmaydi inshaalloh. Ana shu uchun alhamdulillah musulmonmiz biz. Farzandlaringga, nevaralaringga o'qtirib qo'yinglarki, o'sha namozlar makoniga oromgohga borganda bir ko'ngillari tinch yotadi. Shu bu vahiy degan Qur'onga yozilgan alhamdulillah musulmonimiz shu 5 ta farzni
buyurgan shu farzni ijro qilaveringlar. Bu moli davlat, dunyo hammasi qolgan narsa. Mana shu muborak kunlarda qilgan xayriy ehson bilan, qilgan amalimiz bilan qolamiz xolos o'sha yerda. Nechta farzandingiz bo'lsa ham, yori jo'rangiz bo'lsa ham shu lahatga qo'ydimi, 10 minutdan boshingizda turmaydi. Shuning uchun qancha ibodat qilsangiz, xayriy ehson qilsangiz, ota-onangizni duosini olsangiz inshaalloh kam bo'lmaysiz. Mana qishlog'imiz ahli ekan, mana shunaqa shod dasturxonlar hammasi o'zimizniki bo'ladi. Faqat bunga tashkilotchi kerak. Mana shu tashkil qilganlarga, xizmat qilganlarga mana kecha Navro'z bo'ldi. Yaxshi o'tdi Navro'zlar ham. Mana bugun hayit. Mana endigi yil shunaqangi Navro'zlarga, shunaqangi Idi Ramazonlarga eli yurtimiz bilan, xonadonimiz bilan shunaqa serobchilik, tinchlik, xursandchilik bilan yetkazsin inshaalloh. Mana navbatni qishlog'imizni imom xatibi Ziyovuddin hojiga beramiz. Tilovat Qur'on bo'ladi. Hammamizni o'tganlarimizni haqqiga duo qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat, salomat bo'linglar.